Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Bo'z tumanida bugun ishimizni yakunladik. Общий tunika rasxodimiz bu yerda 175 kvadrat tunika ishlatdik. 14 metr tarnov, 10 metr turbasi bilan qildik. 24 dona aynik ham qo'yib berganmiz. Ko'rib bitta baho berasizlar, yoqsa like tugmachalarni bosamiz. Men anzorimni boshladim. Sizlar bilan Usta Bezodbek. Ko'cha shapkamiz 14 metr, eniga 47 chiqqan, 6-12 buklanyapti-da. Uzunasi 14 metr. Darvozaxonani shipkalarigacha o'rab qo'yganmiz. Pastgacha suv turbalarigacha tushirdik bitta bu yerdan, bitta bu yerdan tushirganmiz. Marovatxonamiz, ichkari tomonlarimiz. O'zimizni bestik tunikavonimizdan boshlaganmiz. Kamerlarni qo'yganmiz. Do'ppilarni tilladan qilib berganmiz. Oynaklari bilan. Karnizda burchagimiz chiqqanligi hisobiga qirqib o'tib ketdik karnizlarimiz. Shunday kelgandan keyin akvamiz ustunlari giropigacha o'ralganda bu ustunlarni ham o'rab qo'ydik. Ichki shapkamiz 50 chiqqan. Karnizimizni kattaroq qildik, 6 ga 6 qilib, 4 ga 4 qilmadik. Burchalarga ham e'tibor beringlar. Akvamiz chekkalarigacha ustunlarni fondan yopib o'rab chiqib ketdik. Bu shapkamiz 1.3 chiqqan. Общий rasxodi 1.24 ga holatda. Bakovlarigacha yopib qo'yganmiz. Ta'mir turbasini ham yo'lga tushirib berdik bu yerga. Bu yerimiz ayvonchamiz. Ayvonimiz ham o'ta go'zal holatda chiqqan. Mana ko'rib baho berasizlar. Hurmatli obunachilar, burchalarga ham e'tibor beringlar. O'ta skromniy ham burchagiga gap yo'q. Bu yerda ham giroblarni o'rab turib oshxonamizga oddiygina haydak yo'nalishda qilgan, faqat do'ppilarni yulduzcha qilib turib, bu yerga rommiyimiz sig'madi. Aynakni o'zini yopishtirib qo'yganmiz. Bu yerga ham xuddi shu aynakni o'zini yopishtirib qo'yganmiz. Ravatxonamizga rommiy qo'yib berganmiz. Chunki bu orasi 3 metrligi hisobga 265. Bu yoqimiz videomiz uzilib qoldi. Bu burchalarga ham e'tibor beringlar. Ideal holatda chiqqan. Xizmatlarimiz esa vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. Kimga professional usulga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usta Bezodbek.